Instagramga video qo'yishdan oldin mana shu 3 ta narsani to'g'rilab qo'ymasangiz, videolaringiz ko'p prosmotr olmasligi mumkin. Birinchisi, akkauntingiz professionalmi, professional emasmi shuni tekshiring. Professional akkauntlarga tahlil qilish va ularni ko'proq odamlarga ko'rsatish imkoniyati mavjud. Ikkinchisi, profilingiz kategoriyasini to'g'ri belgilash. Sozlamalarga kirib, qaysi yo'nalishda kontent qilayotganingizni aniq qilib ko'rsatib qo'ying. Bu sizning videolaringizni ko'proq qaysi auditoriyaga ko'rsatish kerakligini aniqlash uchun Instagramga yaxshi asqotadi. Uchinchisi bo'lsa, profilingizni tashqi ko'rinishi. Avatarkaga birinchi o'rinda o'zingizni yuzingiz chiqqan joyini qo'yishingiz kerak, ya'ni yuzingizni qo'yishingiz kerak. Ikkinchisi, ismga qaysi yo'nalishda, nima sohada ishlashingizni yozasiz va bio qismiga bo'lsa, kimligingiz, nima ish qilishingiz, nima natijalarga erishganingizni yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shu orqali sahifangizga kirgan odamlar sizni nima ish qilishingizni va qanaqa natijalarga erishganingizni tezroq o'zlari bilib olishi mumkin. Shunaqangi foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun meni sahifamga obuna bo'ling. Bundan qiziqarli kontentlarni sizlar uchun bo'lishib boraman.